Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Let's wait for some minutes. Bir necha daqiqa kutamiz, akalarım kirishsa. Demak, o'tgan darsda, 3-darsimizda biz noto'g'ri otlar haqida gaplashganmiz. Have, has fe'llarini o'tganmiz va shu bilan birga olmoshlar, egalik olmoshlari o'tilgan edi. Darsni ko'rolmaganlar zapisni ko'rishlari mumkin. Iloji bo'lsa, darsgacha o'tish vaqtida o'sha mavzularga yetishib, yangi mavzuga kirsangiz, yaxshiroq tushunasiz, chunki hamma darsimiz bir-biriga bog'liq. Xo'sh. Ovozim hammaga boryapti deb o'ylayman. Agar muammo bo'layotgan bo'lsa, yozib qo'yinglar. Xo'sh. I think we can start. Boshlayveraman, vaqtimiz bo'ldi. Demak, bugungi darsimiz o'sha 4-dars, ya'ni 4 kundan beri biz beginner darajasini o'rganyapmiz va bugun o'sha 4ga keldik. Bu bizda bugun o'sha zamon. Biz ingliz tilidagi bitta to'lqinli zamonga o'sha keldik. Present simple zamonini bugun tushuntirib beraman. Birdaniga aytib ketay, present simple zamoni bizning tilimizdagi hozirgi oddiy zamonga teng. Hozirgi oddiy zamon. Demak, bugun shu zamon haqida gapiramiz. Ekranlaringizda hozir zamonimizni formulasi berilgan, qoidalari berilgan, sekin boshlab tushuntirib ketaman. Kerak joyda tarjima qilib, misollarni ko'rib ketamiz. Avvalosi present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamon qachon o'zi qo'llaniladi? Present simple bizda har kunlik harakatimiz, har haftalikmi, har oylik, har yillikmi, nimaiki shu постоянно, doimiy ravishda qaytarilsa, o'sha harakatlarimizga biz present simpleda gapirishimiz kerak bo'ladi. Formulasi juda ham oson, faqat ozgina praktikaga qilib kerak. Juda qiyin joyi yo'q. Demak, ko'rib turibsiz, bizda pozitiv shakl. Birinchi biz zamonimizni plus shakli, ya'ni bo'lishli shaklidan boshlayapmiz. U bizda pozitiv deb yozilgan, tushunishga osonroq bo'lsin deb plus belgisi bilan eslab qolamiz. Bo'lishli shakl. Sizlar o'sha olmoshlarni bilasizlar. I, you, we, they nima ekanligini, tarjimasini o'sha o'tganman. Oldingi darslarimizda bular bor. He, she, itni ham o'tganmiz. Bu hammasi olmoshlarimiz edi. Endi bular bizda hozir gapni egasi vazifasida kelgan, ya'ni subject deyiladi. Va undan keyin bizda fe'lning birinchi shakli kelish kerak. Fe'l degani ingliz tilida verb degani. Shunchaki qo'shimcha qilib aytib ketay, bu level uchun sizga bulan bilish shart emas. Verb degan so'zning tarjimasini shunchaki esda qolsa juda ham yaxshi. Verb degan so'zimiz bizda fe'l degani, ya'ni bilasiz, gapda o'zini gapni egasi bo'ladi, kesimi bo'ladi. Bu bizda kesim verb ko'rinishda keladi. Hozir bizda ko'rinib turgan farq, ya'ni ikkitaga bo'lingan ko'rib turibsizlar. I, you, we, theylar uchun eng oson variant. Ularga shunchaki fe'lni o'zini qo'yasiz, hech qanaqa qo'shimchasiz, suffiksiz, shunchaki fe'lni o'zini qo'yamiz. Lekin he, she, it olmoshlariga biz s qo'shimchasini qo'shishimiz kerak, ya'ni suffiks deyiladi bu bizda. S suffiksi qo'shilishi kerak, faqatgina gapning egasi he, she, it bo'ladigan bo'lsa. Endi misollarga qarasam, tepadagi misolga qaraymiz. I live in Cape Town. Men Cape Townda yashayman. Yashamoq fe'li ham o'ylab qarasak, bu hozirgi oddiy zamonning fe'li. Kecha yashagan, bugun yashayapti, ertaga yashaydi. Bu u uchun doimiy ish harakat, o'sha yerda yashashligi. Shuning uchun bu kabi gaplarni present simple deb qo'yishimiz shart. Va oson tomoni I bo'lganligi uchun gapning egasi shunchaki fe'lga hech qanaqa qo'shimchasiz fe'lni o'zini qo'ya qoldik, hech qanaqa suffiks kerak emas. Lekin ikkinchi gapimizga qarasangizlar, she, ya'ni gapning egasi bu yerda qiz bolaga nisbatan she deyilgan ekan, biz bildik
formadan qarab oldik. He, she bo'lsa egasi, ularning fe'liga biz as suffiksini qo'shishimiz kerak bo'ladi. What qo'shilgan. She likes English films. Ya'ni u ingliz filmlarini yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rmoq, yomon ko'rmoq, yoqtirmoq, nafratlanmoq, bular hammasi present simple so'zlari, chunki u xarakteringiz bilan bog'liq. Xarakteringiz esa har kuni o'zgarmaydi, to'g'rimi? Doim bir xil xarakterda bo'lasiz. Bu ham present simple, doimiy ish harakat, o'zgarmaydigan. What shuncha he-ga, she-ga biz shunchaki as suffiksini qo'shib ketyapmiz. Xuddi shuningdek, uchinchi gapimizda ham gapning egasi he bo'lganligi sababli bizning formulamizda aytilgan he she bo'lsa fe'liga as qo'shish kerak degan qoidamiz bor edi. Hozir gapirdik. What shu uchun uchinchi gapimizda ham teach fe'liga as qo'shilgan. Endi shu yerda ozgina to'xtab ketaman. Nima uchun bitta so'zimizda oddiygina as-chani o'zi, lekin boshqa so'zimiz study degan so'zimizda misol uchun ikkita harf qo'shilgan. Ya'ni es qo'shilgan. Bu ham sizlar bilan birga o'tganmiz ch, sh, x, o, s, double s bilan tugaydigan so'zlar oxiriga biz shunchaki bittasini qo'shib ola olmaymizda. Ularga biz es ni qo'shar edik. Bu haqdagi mavzuim video darslikda bor. Agar tanimaydiganlar bo'lsa, mana bu s-ni ko'rmaganlar bo'lsa, videoni tomosha qiling, ulab olishingiz mumkin. Demak, s, es qo'shilyapti. Uchinchi gapimizga qarasak, he teaches children. U bolalarni o'qitadi. Teach degan fe'limiz o'qitmoq degani va biz unga es qo'shyapmiz. Ikkita harf qo'shilyapti. Nimani hisobiga? Chunki fe'limizning oxiri ch harfi bilan tugagan. Biz unga shunchaki sani o'zini qo'shsak, uni aytish, talaffuz qilish qiyin bo'lardi. Shuni hisobiga es qo'shishga kelishamiz. Teaches children. To'rtinchi gapimiz we watch TV a lot. Biz ko'p televizor tomosha qilamiz degan gapimiz bor bu yerda. Hech qanday as qo'shilmadi, chunki gapning egasi uni talab qilmaydi. Gapning egasi we ekan. Biz bilamiz, to I, we, you, zeylar uchun biz fe'lga hech narsa qo'shmaymiz. Demak, hozir biz present simple'imizni gaplarini o'rgandik, formulasini o'rgandik, faqat puli shaklini. Endi ozgina qoidasini aytib o'taman. We use the present simple to talk about habits or routines. Ya'ni biz har kunlik odatlarimizni, har kunlik kunlik rejimni aytganda ham biz present simple ni qo'llashimiz kerak. He goes abroad a lot degan gapga qarasangizlar, u ko'p chet elga chiqadi, chet elga boradi degan gap. Demak, a lot degan so'zdan o'sha tushunarli, u demak har 2 yildami, har 3 yildami, lekin ko'p chiqar ekan. Bu uchun haqiqat. Haqiqatmi? Haqiqat bo'lgan, faktlar bo'lgan gaplarga biz present simple qo'shishimiz shart. Endi most verbs add as, ko'pchilik fe'llarimizga biz shunchaki osongina narsani qo'shishimiz mumkin. Kimlar uchun? Yana o'sha he, she'lar uchun. He, she, it olmoshlariga fe'lga as qo'shamiz deb kelishgan edik. Agar so'zimizni oxiri unli harf bilan tugagan bo'lsa, muammo yo'q. Ularga ham shunchaki bitta s-ni qo'shamiz dalish ketaveramiz. She lives in France, например. U Fransiyada yashaydi. Yoki he likes cats. U mushuklarni yoqtiradi. Shunchaki like, live so'zlarimizga s qo'shdik. Bu yerda muammo yo'q. Endi sizlar bilan o'tgan darsda gaplashib o'tgan have got, has got fe'llarimiz bor edi, esingizda bo'lsa, ya'ni bor bo'lmoq ma'nosidagi, menda mashina bor, menda uy bor deyishni o'rgangan edik. Shuni yana bir marta qaytarib o'tyapmiz. Agar o'sha menda ish bor, meni ishim bor, mashinam bor, pulim bor demoqchi bo'lsak, I, we, you, zeylarga have, buni ilgari gapirganman, yana qaytib aytyapman. I, we, you, zeylar uchun have, he, she, itlar uchun esa has. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, u darsni ko'rmaganlar mabodo bugungi mavzuni eshitib turib, keyin mana shu have degan fe'l kelib qolsa, gapni egasi esa he, she iborat bo'lgan bo'lsa, shunchaki s-ni qo'shaman deb xato qilib qo'yishlari mumkin. Bizda have degan so'z yo'q, mavjud emas. Uni o'rniga shunchaki has degan fe'limiz bor. Misollarni o'qib tarjima qilsam, I have a great job.
Menda ajoyib ish bor degani. Ikkinchi gapimiz she has a great job, ya'ni unda zo'r yaxshi bir ishi bor degan tarjimani beradi. Gap mana bu jihatdan bir xil, faqat gap egasi o'zgargan va o'shani hisobiga fe'limizni ham ko'rinishda o'zgarish bor. Hop, endi spelling rules ga o'taman. Spelling rules degani so'zlarimizni yozilishdagi qoidalar degani. Bilasiz, ba'zida aytilishi boshqa bo'lishi mumkin, yozilishi boshqa bo'lishi mumkin. Shularni biz spelling rules deb olamiz. Hozirgi qoidachamiz esa faqatgina present simple fe'llariga taalluqli bo'lgan spelling qoidalar, ya'ni yozilishi to'g'ri kelishi kerak bo'lgan qoidachalarimiz bor hozir. Hali aytganimdek, sh, double s, o bilan tugasa fe'llarimiz, biz u fe'llarga qo'shamiz es suffiksini. Yana aytaman, boya aytib o'tgandim, yana qaytaryapman. Fe'llarimizni oxiri ch, sh, double s, ikkita s, o bilan tugasa, demak siz u fe'llarga es qo'shasiz. Ikkita harf qo'shilyapti. Misol uchun he teaches, u o'qitadi degan gapimiz. Teach degan fe'limiz ch bilan tugayapti. Shuni hisobiga biz unga es qo'shyapmiz. Watch degan tomosha qilmoq degani. Kstati, lug'at yodlamaganlar bo'lsa, ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Lug'atni yodlab, lug'atga qarab kirganlar bo'lsa, o'sha ularga ancha oson, nima deb tushunarli bo'ladi. Lug'at bilan foydalanishni bir marta darsning oxirida aytib ko'rsatib beraman. Hop, go degan fe'limizga qaraydigan bo'lsa, go degan fe'limizning oxiri o bo'lyapti. Bizni qoidada bor edi, как раз o bilan tugasa, demak biz qo'shishimiz kerak edi. Es what it goes degan gap hosil bo'lyapti. Yana bitta ozgina chalg'ituvchi deylik qoidachamiz mavjud. Bu y harfimiz bilan bog'liq. Lotincha y harfi, ingliz tilida u y deyiladi. Buni nima uchun alohida gapirib o'tyapmiz? Chunki u bilan tugagan fe'llarimizga biz s ni qo'shishimizda ozgina boshqacharoq qoida mavjud. Qanaqa? Masalan, study degan so'zimizni oladigan bo'lsak, y dan oldingi harfimiz undosh, to'g'rimi? D. Bu undosh. Shuni hisobiga, y dan oldingi harfimiz undosh bo'lganligini hisobiga biz study degan so'zimizga s qo'shish uchun 3 ta harf qo'shishga majburmiz. Eshitilishdan ja qo'rqinchli, qiyin eshitilishi mumkin, lekin bir tushunib olsangiz, ozgina praktika qilsangiz yaxshi bo'lib ketadi. Yana qaytaryapman, fe'llarimizning oxiri y bilan tugasa-yu, y dan oldin undosh harf bo'lsa, unda biz, ya'ni he, she'lar uchun o'sha fe'lni qo'llamoqchi bo'lsak, 3 ta harf qo'shyapmiz. Es. Bu suffiks qo'shilyapti. Nima uchun? O'sha gap present simple ga tegishli ekanligini bildirish uchun. Masalan, oddiy gap, u maktabda o'qiydi degan gap masalan. She studies deyman endi. She ga nisbatan es qo'shishimiz kerak. She studies at school yoki he studies at the university. Etakdali. Lekin degan joy bor. Mana shuni o'zim qo'shimcha qilib ketay. Kitobda aytilmagan, lekin men sirazu shu joyida qarama-qarshi bitta qoidacha bor, aytib ketaman. Play degan fe'limizni menimcha hamma bilsa kerak. Juda ham oson so'z play. Uni o'yin degan ma'nosi ham bor, spektakl degan ma'nosi ham bor. Fe'l bo'lib kelsa, u o'ynamoq degan fe'lni beradi bizga. Masalan, o'g'lim har kuni deylik, igrushka, ya'ni o'yinchoq o'ynaydi demoqchilar. Har kuni o'ynaydi demoqchilar. Ya'ni o'ynamoq degan fe'l kerak bo'lyapti sizga. Gap egasi esa he. Nima qilamiz? Fe'limizni oxiri yana o'sha y bilan tugayapti, to'g'ri, lekin y dan oldin unli harf kelib turibdi. Mana bu stadiyada esa y dan oldin undosh edi. Shuni hisobiga, agar y dan oldin unli kelgan bo'lsa, bizga eng oson variant mana shu bo'ladi. Shunchaki bittasini qo'shasiz, tamom. Muammo yo'q boshqa. Yana qaytaraman, y bilan tugagan fe'llarimiz bo'lsa, birinchi siz y dan oldingi harfga qaraysiz. Undoshmi, unlimi? Undosh bo'lsa es, 3 ta harf qo'shilyapti, unli bo'lsa shunchaki bitta s harfi qo'shilyapti. Bo'ldi, buni ham tugatdik. Endi
bizada have va have gotni farqi kelyapti. Demak, ikkalasi ham bor degan ma'no beradi. Masalan, menda pul bor, mashinam bor, ishim bor degan gapni aytish uchun o'tganidek have gotni bugun yana qaytaryapmiz. Nima uchun? Chunki o'sha bor bo'lmoq degan ma'nodagi fe'limizni yana bitta formasi bor. Shunchaki have o'zi. Endi farqi nimada? Farq shundaki, mana sразу mana bu ikkita gapga o'taylik, osonroq ko'rinadi. Farq shundaki, have degan fe'l haqqoniy o'zini ma'nosida ham kelishi mumkin. O'sha bor bo'lmoq, image degan ma'noda keladi. Present simple da ham qo'llanish mumkin. Xuddi boshqa hamma fe'llarga o'xshagandek, mana work, teach, study, teach yoki like, live fe'llarga o'xshab, have ham yolg'iz kelishi mumkin gapda. Masalan, she has a car. Unda mashina bor degani. Xohlang, she has got a car deng. Xuddiki o'tgan anaqamizdagi grammatika, o'tgan mavzumizda 3-darsda shu tushuntirilgan, has got tushuntirilgan. Uni bilardik. Minusi o'zi bilan esaladi. Haven't got, hasn't got. So'rovlari ham o'zi bilan edi. Has you got, have you got, has she got etakdali edi. Bugun esa shunchaki simple have ni qo'llab ko'ryapmiz. Bunaqa formamiz ham bor. Ikkalasini ham ma'nosi bir xil, faqatgina grammatikasi har xil. Masalan, plural shaklda shunchaki farq qilayotgan so'zimiz got bo'lishi mumkin. She has got a car, unda mashina bor. She has a car, unda mashina bor. Bir xil. Lekin bularni inkori va so'rog'i o'zi har xil bo'ladi. Nima hisobiga? Chunki mana bu gapimiz xuddi shu hozir o'rgangan formulamiz bo'yicha yasalyapti. Shuning uchun buni minus va so'roq formulasi present simple-nikiga ya'ni o'xshash bo'lishi shart. Uni men keyin saytda tushuntiraman. Hozircha sizlar eslab qolish kerak bo'lgan narsa, o'sha bor degan fe'lni biz ikki xil qo'llashimiz mumkin. Have got bilan ham, has bilan ham qo'llashimiz mumkin. Xo'p, endi have degan fe'limiz bilasiz, juda ham anaqa nima deydi, funksiyasi ko'p fe'llarimizdan biri. Ya'ni have degan fe'limizni o'sha bor bo'lmoq degan ma'nosidan tashqari yana qilmoq ma'nosi ham bor. Ya'ni nonushta qilmoq yoki ujin, ya'ni kechki ovqat qilmoq, yemoq deymiz ingliz tilida, yoki dush qabul qilmoq degan frazalarimiz ham imенно have fe'li bilan kelishi kerak. Misol uchun, I often have lunch at 1:30. Demak, men tez o'sha obedimni soat 1:30 da yeyman. O'sha yeyman degan fe'limiz hozir have bilan ta'riflanyapti, aytilyapti, ifodalanyapti. Xohlang shunchaki eat fe'lini ham qo'llashingiz mumkin, faqatgina u tabiiy chiqmaydi. Inglizlarning o'zi, native speakerlarning o'zi ko'pincha have bilan gapiradi. Have breakfast, have lunch, have dinner etakdali. Demak, have ni ko'rsangizlar, ozgina pauza qilib o'ylab ko'rasiz. Bu qanaqa hozir ma'noda kelyapti? Bor bo'lmoq ma'nosida kelganmi yoki o'sha qilmoq ma'nosida kelganmi deb ozgina o'ylab ko'rasiz. Gapni o'zi bosh va oxirgi so'zlaridan tushunarli bo'ladi, ishoning, tushunasiz sразу, что bu qilmoq ma'nosida kelgan yoki bor bo'lmoq ma'nosida kelganligini. Faqat bitta важный moment, agar siz o'sha obed qilmoq, nonushta qilmoq kabi so'zlarda have ni qo'llamoqchi bo'lsangiz, have ni yolg'iz qo'llang. Got kerak emas. Ya'ni ikkalasini ma'nosi bir xil edi. Demak, o'sha obed qilmoq, ya'ni tushlik qilmoq degan fe'limizga ham have got ni qo'ysam bo'ladi deb o'ylasangiz xato. Unaqa formulada demak got qo'shilmasligi kerak bizda. Shunchaki I have lunch, I have dinner, I have breakfast va hokazo. Xo'p, mashqqa o'tamiz. Mashqni o'zim og'zaki aytib ketaman. Shunchaki eshitib, siz ham o'zi razbrat qiling, nima, qanaqa tarjima, qanaqa fe'l kelgan, qanaqa olmosh kelgan. Demak, birinchisi o'sha bizda bajarilgan. We go to different schools. Biz har xil maktabga qatnaymiz degan gap kelgan. Gapning egasi subjektimiz we. Shuni hisobiga biz goes emas, go olishimiz kerak. Nima uchun? Chunki formulamiz bor, mana. Hozir anaqa markerda ko'rsataman. Kechikkanlar ham bor, chunki
Mana formulamiz. Gapning egasi I, we, they, you bo'ladigan bo'lsa, fe'limiz shunchaki o'zini shaklida qolishi kerak, hech qanday qo'shimchasiz. What? Shunaqa variantni tanladik. We go different schools. Ikkinchi gapimiz Bella's son. Hozir gapning egasi Bellaning o'g'li. Endi savol beramiz. U kim? Qaysi olmoshga javob beradi u? Bellaning o'g'li. Qiz bolami, o'g'il bolami, ko'pligimi, birligini o'ylab ko'ramiz. Tushunarli, что o'g'il bola bo'lgandan keyin he ga teng. Birdaniga he she'ni eslaysiz, formulani eslaysiz. He, she, it bo'lsa gapning egasi, demak men fe'lga s qo'shishim kerak edi degan qoidani eslab, mana bizda studies degan variantimiz to'g'ri keladi. Sizga doim oson qilib gapda faqat I, faqat he yoki she, they deb kelmasligi mumkin. Olmoshlardan tashqari ismlar kelishi mumkin. Oyim, opam, o'rtog'im degan narsalar kelishi mumkin. Nima kelgan taqdirda ham birinchi savol berasiz. Birlikdami, ko'plikdami, hemi, shemi savol berib ko'rasizda, keyin o'shanga mos bo'lgan qoidani tanlaysiz. Uchinchi gapimiz my daughters. Mani qizlarim. Ya'ni daughters degani qiz farzand degani va u ko'plikda. Ko'plikni biz darsda o'tganmiz. Boshdan qatnashayotganlar yaxshi biladi uni. Lar degan qo'shimchani otlarga qo'shganda s bilan ifodalar edik. To'g'ri, tushunaman, что bu yoqda ham s, otlarda ham s chalg'ib ketishingiz mumkin, lekin yaxshilab o'ylab olamiz, yaxshilab hazm qilishimiz kerak. Otlarga s qo'shilsa, u bizga larni beradi. Mana kitob, kitoblar, book, books. Girl qiz bola, girls qiz bolalar ko'pligi. Otga s qo'shilsa mana shunaqa larni tarjimasini beradi. Lekin fe'lga qo'shilsa, bizani bugungi mavzumiz bilan bog'liq bo'lgan present simple ning formulasini beradi. Xo'p, bu uchinchi gapimizda nima bo'lgan? Demak, my daughters gapning egasi, demak, mana qizlarim. Ularni olmoshga o'girib olamiz. Kimlar ular? They. Chunki ular they degan olmoshga mos tushadi. Demak, sразу siz shu formulani ko'zning oldiga keltirib, they'ga fe'lni o'zini qo'yar edim deb turib, hozir uchinchi gapimizda ham biz leave-ni tanlaymiz. To'rtinchisi I watch TV every evening, chunki gapning egasi I. Beshinchisi they want to help the charity. Gapning egasi they bo'lganligi uchun biz shunchaki want fe'lini olganmiz, want emas. You have 7 children. Sizda 7 ta bola bor. Gapning egasi you bo'lganligi uchun bizda formulada you kelsa, demak verbni, ya'ni fe'limizni oddiy shakli edi. What o'sha shaklni tanlaymiz, ya'ni have, has emas. We like, likes emas. Our father, mana bu yerda endi ozgina chalg'ish mumkin. Our father degani bizning otamiz degani. Bizning degan so'zga chaqib qolib, bu ko'plik ekan deb o'ylab qolganlar ham bor, lekin yo'q, hozir gapning egasi father. Ota. Kimning otasi? Bizning otamiz. Endi savol beramiz, otaga qaysi olmoshimiz to'g'ri keladi? Albatta he. What? He ni formasi qanaqa edi? Fe'liga nima qo'shish kerak edi? S qo'shamiz, bo'ldi. Our father reads a lot of books. Bizning otamiz ko'p kitoblar o'qiydi. 9ga kelsak endi Gita and Sandeep, ya'ni bular ismlar va ko'rib turibsiz, ular ikki kishidan iborat. Ikki kishi o'sha. Gapning egasi ko'plik. Demak, ismlar bo'lganiga qaramasdan biz savol beramiz. Ularga olmosh qo'yib olamiz. Qiz bolami, bitta kishimi, ikkita kishimi, hemi, zeymi, kim ekanligini, qaysi olmoshga mos ekanligini o'ylab olasiz. Endi o'ylab qarasa, Gita va Sandeep deyapti. Ular ikki kishi. Biz ular deb munosabat bildiramiz ularga endi. Ikki kishi yo'q, they deymiz. Zayni formulasi esa mana ko'rib turibmiz, zaydan keyin oddiy fe'lida hech qanaqa suffiksiz. Shuning uchun biz ham hozir 9da shunchaki play fe'lini tanlaymiz. Va play computer games, ya'ni Gita va Sandeep kompyuter o'yinlarini o'ynashadi degan gap kelib chiqdi. Va oxirgi misolimiz my sister, ko'rib turibsiz, mening opam. Savol beramiz, kim u? She, to'g'rimi? She degan olmoshga teng so'z bu. Demak, she bilan bog'liq bo'lgan qoidamiz ishlaydi bu bilan. Shunchaki teaches degan fe'lni tanlaymiz. My sister teaches English in Thailand. Ya'ni mani opam Tailandda ingliz tilini
o'qitadi degan gap kelib chiqadi. Xo'p, hozirgi slaydda biz demak sizlar bilan present simple'ni bo'lishli shaklini o'tdik, gaplarini ko'rdik. Fe'llarga qachon as qo'shish kerak, qanday qo'shish kerakligini ham tushuntirdim. Yana tushunmay qolganlar yana qaytadan videoni keyin ko'rishlari mumkin kanalda. Biz esa hozir yana yangi slaydga o'tamiz. Demak, bu yerda present simple bilan bog'liq bo'lgan speakingga ishlaysiz. Ya'ni speaking bilasiz, gapirishni. Raz present simple'ni o'tdikmi, hozirgi oddiy zamondan o'tdikmi, tushundingizmi? Endi u zamonda gap ham tuzib bilishingiz kerak. Simboli bu o'sha tanishuv vaqtida qo'llaniladigan zamonlar, shuning uchun bilishingiz kerak. Chunki ismim Mahfuza, bunaqa ish qilaman, o'qiyman, yashayman degan gaplar imенно present simple'da aytiladi. Mabodo siz ham o'zingizni tanishtirsangiz birovga, ismim masalan my name is Mahfuza degandan keyin qayerda yashashdan gapirmoqchi bo'lsangiz, I live in, article in keldi. Kechirasiz, article dedim, predlog, preposition. Predlog degani, mana in degani da degan qo'shimchasiga beradi. Masalan, Toshkentda, Samarqandda, Navoiyda deyish uchun in predlogini qo'llaysiz. Demak, men Toshkentda yashayman demoqchi bo'lsangizlar, I live in Tashkent. I live in Samarkand. I live in yana qaysi? Navoiy и так далее. Nima uchun bu bizga qo'shildi darsimizga? Chunki raz present simple'ni tushundingiz, endi gapirmoqchi bo'lyapsiz, uni taniysiz o'sha u zamonni. Shuning uchun joyi kelganda predlogni ham to'g'ri qo'llab ketishni bilishingiz kerak. Ikkinchi gap, mabodo siz o'zingiz haqingizda gapiryapsiz, bunaqa ish qilaman, ismim bunaqa, bu yerda yashayman demoqchisizda, ish joyingizni ham aytmoqchisiz. I work, I degani men degani, work esa ishlayman degani. Keyin sizda 3 ta variant bor. At, in, for deyishingiz mumkin. Masalan, I work for the Apple company. Misol uchun, men Apple kompaniyasiga ishlayman degan ma'noda. In kelishi mumkin, at ham kelishi mumkin. Endi sizni gapingizga qarab, qayerda yashashingizga qarab tanlaysiz mosini. Uchinchi gapimiz I study, ya'ni o'qiyman demoqchisiz. Maktabda o'qiyman deysizmi, universitetdami? I study at deb gapirishingiz mumkin. I play degani men o'ynayman-da. Masalan, kim aytishi mumkin I play computer games masalan. O'zingiz haqida gapirib bering deganda, "Voy, shunaqa ish qilaman, bu yerda o'qiyman, bu yerda yashayman, bo'sh vaqtimda men kompyuter o'yinlarini o'ynayman" demoqchisiz. Demak, shunchaki I play computer games. Beshinchi gapimiz, in my free time I watch deyishingiz mumkin yoki I read deyishingiz mumkin. Bu nima degani? Bo'sh vaqtimda, eslab qolinglar bu frazani, ko'p gapiramiz hali buni. In my free time, bo'sh vaqtimda men I watch films, например, misol uchun. Men demak kino ko'raman degan bo'lasiz, tomosha qilaman degan bo'lasiz. Yoki kimdir kitob o'qishni aytmoqchi, in my free time I read books deyishingiz mumkin. Xo'p, beginner daraja uchun o'quvchi o'zi haqida gapirib bilishi kerak. Shuning uchun sizlarga present simple o'tildi, sizlarga olmoshlab o'tildi. Vot, present simple'da o'zi haqida gapirish uchun kerakli bo'ladigan predloglar ham berildi podskaska, ya'ni yordamchi gaplar ham berildi. Mana yashayman, ishlayman, o'qiyman kabi fe'llar ham berildi. Yana qaytarib o'taman, bu fe'llarimiz hamma lug'atimiz saytimizda bor. Eshitilishi, aytilishi, yozilishi, tarjimasi hammasi bor. Shunchaki qarab yodlash kerak xolos. Yodlab bo'lganingizdan keyin uni yaxshi tushundingizmi, eslab qoldingizmi yo'qmi tekshirib ham ko'rishingiz mumkin. Saytga o'tib, iltimos so'zlar bilan ishlanglar. Chunki so'z yodlamasangizlar til o'smaydi. Aniq что дальше yurolmaymiz keyin. Shuning uchun darsdan oldin o'sha darsni lug'atiga qarab keyin kiringlar darsga iltimos. Xo'p, demak bu yerda tekst bor Obama haqida. Yaxshigina qiziq tekst. Hozir uni o'qib tarjima qila olmaymiz, chunki vaqtimiz hozir kamayib qolishi mumkin. Lekin biz highlighted words, ya'ni belgilangan so'zlarga qarab olishimiz mumkin va nima ekanligini, u nima uchun, ya'ni belgilangan sariq rangda shuni bir gaplashib ketamiz. Lives degan fe'limiz gapirdik hozirgina, yashamoq degani.
live degani yashamoq o'zi. Lekin biz gapni egasi she bo'lganligini sababli biz unga s qo'shdik. She lives in Nairobi. U yashaydi qayerdadir deyapmiz. Indan keyin mana jo'noma kelgan. Imенно shu s qo'shishni biz sizlar bilan bugun o'rgandik grammatikada. Endi taniysizlar bu narsani. Yoki keyingisi she teaches young people degan. U yosh bolalarga, o'quvchilarga dars beradi, o'qitadi demoqchi. Teach degani o'qitmoq degani. O'sha so'zdan kelib chiqqan o'zi teacher, o'qituvchi degan so'z. Teach degani o'qitmoq. Gapning egasi she bo'lganligi uchun yana biz u fe'limizga s qo'shdik. Nimaga faqat s emas, ikkita harf, ya'ni es qo'shilganligini esa men tushuntirdim hozirgina. Keyin yana ko'ra olashingiz mumkin qaytarish uchun. Keyingi fe'limiz goes, ya'ni go degan fe'limizga biz s qo'shdik, chunki gapning egasi he. He goes abroad a lot. U chetga ko'p chiqib turadi, borib turadi degan gap. He plays basketball. Bu yerda yana gapimiz. U basketbol o'ynaydi. O'ynamoq degan fe'limiz play aslida, lekin gapning egasi he bo'lganligi uchun biz formula bo'yicha ishlaymiz. He she bo'lsa biz fe'lga s qo'shamiz dedik, вот s qo'shyapmiz. Keyin ba'zi bir gaplarda gapning egasi bitta bo'lib turib, harakatlari bir nechta bo'lishi mumkin. Xuddi mana bu gapga o'xshab, he plays basketball, reads books and watches films. Gapning egasi bitta he, lekin u qilayotgan harakat uchta. Basketbol o'ynar ekan, kitob o'qir ekan va filmlar ham tomosha qilar ekan. Filmimiz, harakatimiz uchta, uchalasiga ham biz s qo'shganmiz, chunki gapning egasi he. Va oxirgisi mana and he likes Spider-Man comics debdi. Yoqtirmoq degani like fe'limiz. Lekin biz s qo'shdik, nimani hisobiga? Chunki gapning egasi he, kim? U yoqtiradi deyish uchun s qo'shishga majburmiz. Xo'p, endi mayli 5 ga to'xtab o'tmaymiz. Mabodo o'zlaringizda keyin tekst bilan ishlasangizlar uyda, o'zlaringizning ustlarida ishlasangizlar, nima o'tdik, nima dedik, nima yangilik oldim deb o'tirib, o'qib, tarjima qilsangiz tekstni, keyin mana bu 5-mashqni o'zingiz uchun bajarishingiz mumkin. Tushundingizmi yo'qmi? O'zingiz uchun bajarib, menga yuborsangizlar, to'g'rimi, xatomi, men aytib beraman, feedback beraman. Endi yana yangi formula. Yaxshilab eshitamiz. Bu present simple ni endi inkor shakli. Masalan, biz sizlar bilan gapirdik, men o'qiyman, ishlayman, bu yerda yashayman deb turib, hammasi plus gaplar edi. Endi ishlamayman, o'qimayman, yashamayman kabi, yoqtirmayman yoki bilmayman bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha inkor shaklini, present simple ni ko'ramiz. Ya'ni doimiy ish harakat, qaytalik ish harakatlari qanaqa bo'lish kerak, inkor gap qanaqa bo'lish kerak. Bu aytib qo'yay yana sizlarda o'sha bu jiddiyroq mavzu, o'sha beginnerni jiddiyroq mavzusi, shuning uchun yaxshilab eshitinglar. Xo'p, inkor degan so'zimizni o'zi negativ deyiladi, ya'ni mana minuscha qo'yilgan, bu inkor degani. Okay. Gapning egasi bilasizlar, o'sha olmoshlarimiz ko'p gapirdik buni. I, we, they, you bular bitta guruhcha. He, she, it qiz bolaga, o'g'il bolaga va jonsiz narsalarga bitta guruhcha. Endi biz yana ikkiga bo'lib olamiz ularni, chunki ular o'ziga qabul qiladigan yordamchi fe'llar ikki xil. Don't yoki doesn't. Qaus ichidagi so'zlarga e'tibor bersangizlar, do not degan so'z qatnashgan. Bilaman, do degan so'zni taniysizlar, qilmoq degani, lekin present simple da u yordamchi fe'l bo'lib kelsa, tarjima qilinmaydi, u qilmoq degan so'z aytilmaydi, shunchaki bizga u yordam beryapti, o'zi oti ham, nomi ham o'zi yordamchi. Yordam beryapti gapimizni inkor shakliga qo'yish uchun. Mana shu notni kimgadir qo'shish kerak edi, qaysidir so'zga qo'shib kelish kerak edi. Shuning uchun shunchaki do dan yordam so'rashgan. Nimaga bu yerda do not отдельно, a tepada esa slitni yozilgan, ya'ni qo'shilgan. Bu narsa long form and short form deyiladi. Long form bizda to'liq shakli. Xohlasangizlar to'liq shaklda gapiringlar. Dona-dona qilib do not drive deb gapirsangizlar ham noto'g'ri emas. Lekin ko'pincha inglizlar, o'sha nativelar uni ham qisqartirib gapiradi.
don't deb ketadi. Undan oldin o'tdik-ku, is notlarni isn't dedik. Are notni aren't deb qisqartirgan joylarimiz bor edi. Birinchi darsda o'tganmiz uni. Hozir ham o'sha qisqartirish bu yerda ham mavjud. Faqat zamonga qarab bu ham o'zgargan mana. Do notni don't deysiz. He, she, itlar uchun esa biz doesn't, ya'ni does not bu to'liq shakli, xohlasangiz buni ham qo'llashingiz mumkin, lekin ko'pincha va yaxshiroq varianti bo'lardi doesn't desangiz. Bu ham bizga o'sha qaysidir ish harakatni qilmaydi deyish uchun kerak bo'lar ekan. Hozir mana shu tabledagi, ya'ni jadvaldagi hamma gapni fe'li bitta drive degan fe'l ekan. Hammasi bilan hozir aytishimiz mumkin. Masalan, I don't drive to work. Ishxonamga men mashinada bormayman, haydab bormayman demoqchi. You don't drive to work. Siz mashinada bormaysiz. We don't drive. Biz mashinada bormaymiz yoki they don't drive. Ular mashinada borishmaydi. Yoki he shetlarga o'tsak, he doesn't drive to work. She doesn't drive to work yoki it doesn't drive to work. Demak, eslab qolamiz. Inkor uchun ikkita bizda yordamchi fe'llar bor. Bu don't yoki doesn't. Nima uchun ikkita? Olmoslarga qarab tanlaganimiz uchun. Xo'p, endi misollarga ham qarab o'taylik. Tepada berilgan misollarni endi aytib ketaman. Birinchisi, I don't walk to school. Walk deganimiz hozir bu yerda gapni kesimi, gapni egasi esa I don't esa bu yerda yordamchi fe'l. Nima qilmoqchi, qanaqa yordam bermoqchi? Gapimiz inkorligini bildirish uchun yordamchi. Mana bu do degan fe'lni tarjima qilmaysizlar. Qilmoq, bormoq demaysizlar. Anaqa do'ni o'zini tarjima qilmasdan, shunchaki o'sha inkorni olasizlar faqat. U maktabga peshkom bormaydi. Xo'p, endi ikkinchi gapimiz she doesn't teach maths. Ya'ni u matematikani o'qitmaydi. O'qitmoq degani kesimimiz, gapni kesimi, she gapni egasi, doesn't esa yordamchi fe'l. Present simple ning yordamchi fe'li. Nima uchun doesn't emas, don't emas? Chunki gapning egasi she. 3. The village doesn't have a hospital. O'sha qishloqda kasalxona yo'q. O'sha have degan fe'limiz keladi, ko'rib turibsizlar. Nima uchun doesn't? Chunki gapning egasi qishloq, u bitta qishloq. U hozir qaysi olmoshga teng? Itga tengda. Endi jonsiz narsa yo'q. Qishloq degan so'zimiz itga tengda. She deyolmaymiz, uni she deyolmaymiz u. Qiz bola o'g'il deyolmasdan, shunchaki itga tenglashtiramizda, shu itni formulasi bilan ishlaymiz keyin. The village doesn't have a hospital. 4-chi gapimiz, the buses don't go to my street. Avtobuslar mani ko'chamga bormaydi degan gap. Nima uchun don't? Qayerdan oldik don't? Nimaga doesn't bo'lmasdi? Chunki gapimizning egasi the buses ko'plikda. Avtobuslar deyapmiz. Avtobuslar degandan keyin siz u so'zni kimga tenglashtirasiz? Birlikka teng bo'lmaydi u. Demak, bitta variant ular degan bo'lamizda. O'sha ular degan olmoshimiz bilan teng bu narsa. The buses. Shuning uchun o'sha they'ni formulasiga yana qaraymizda don't go deb aytib ketamiz. Xo'p, endi qoidachamizni ham aytib o'taman, чтобы keyin zapisdan ham qarab eslatib tushish uchun. To make the present simple negative, we use don't, doesn't. Present simple ni, ya'ni hozirgi oddiy zamonni inkorini yaratish uchun biz yordamchi fe'llardan foydalanamiz. Ular don't yoki doesn't. Va yana bitta yaxshi anaqa endi eslarda qolsin. Don't, doesn'tdan keyin ko'rdingizlar, hamma joyda biz fe'lni birinchi oddiy shaklda, birinchi yozib qo'yamiz. Oddiy shakli. Bu degani siz o'rgandingiz-ku, he, she'ga s qo'shishni, bundan oldingi slaydda. He, she'ga fe'lga s qo'shamizni o'rgandingiz, ha? Lekin bu inkor gapda siz doesn't bilan o'sha s'ni уже ishlatib bo'ldingiz. Yana bir marta s qo'shish уже mumkin emas. Yana qaytaraman. Siz o'rgangan mana bu s qo'shish bor-u, he, she'ga gapning egasi he, she bo'lsa, fe'liga s qo'shamiz degan gap bor edi, o'tdik buni. O'rgangandik, lekin hozir inkorda fe'lga s qo'shilmagan. Nimani hisobiga? Chunki biz s'ni allaqachon qo'llab bo'ldik. O'sha doesn't ichida s bor edi. Shuni hisobiga fe'lga endi hech narsa qo'shmaysiz. Shuning uchun qoidamiz ham aytayapti. Don't, doesn'tdan keyin oddiy fe'l
shunchaki fe'lni o'zi. To ham kerak emas. Mana to work, to drive degan to predlogi ham kerak emas. Shunchaki fe'l. Tamom. Ikkinchi qoidachamiz for the he, she, it form we don't add aytib bo'lisizlarga, ya'ni we don't add as or es. Fe'llarga endi s qo'sha olmaysiz, buni aytib bo'ldim o'sha. Misolida ham qarab ketaman. He doesn't drive to work, ya'ni u ishxonasiga mashina haydab bormaydi degan gapimizni mabodo siz he doesn't drives deb qo'ysangiz, gapni egasi he ku, fe'liga s qo'shamiz ku desangiz xato bo'lgan bo'ladi. Chunki siz o'sha s dan foydalangan bo'lasiz. Doesn't ichida o'sha bor s. Endi contractions degan so'z o'zingizlarga 3-marta kelishi, bu qisqartirma shakllar degani. Buni gapirib bo'ldim-ku, lekin yana bir marta qaytarib ketaman. Do not bu rasmiyda, rasmiy o'zini anaqasi, dona-dona aytilishi. Lekin biz ingliz tilida speakingda, muloqotda qisqasini foydalanamiz, qisqasini ishlatamiz va u bizda don't. Does not desangiz ham xato emas, lekin rasmiy bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun shunchaki doesn't desangiz to'g'riroq bo'ladi. Xo'p, endi 11 daqiqa o'tgan bo'lsa, mashqni bergan bo'lardim-u kommentga. Yana yangi mavzu formamizga uchun davom etamiz. Uyga qoldiraman, qilib o'sha screen yuborib qo'yamiz sizlarga. Hozir. Questionga kerak. Ya'ni savol. Ya'ni bizda savolimiz ham bor. Ular bilan ishlayman deb ko'rdik, ishlaman deb ko'rdik. Plus-minus gapirdik. Endi kimdandir so'ramoqchi bo'lsak, ishlaysizmi? Qiysizmi? So'ramoqchi bo'lsak, hammaga savol kerak simbolda. Va u zamon ham o'zini formulasi bor, shuni hozir tushuntirib ketaman. Xo'sh. Demak, esasizda have got o'tganimizda savol uchun o'sha fe'llarimiz, o'sha qahramon deylik fe'llarimiz gapimizni boshiga chiqar edi. So'roq uchun. Bu zamonimizda ham so'roq yaratish uchun biz yordamchi fe'llarimizni gapni boshiga chiqarib qo'yamiz. Shu bilan savol tayyor. Ya'ni do, does, nima uchun do, nima uchun dasligini men o'sha aytmayman, mencha bilasizlar o'sha, da, mana aytilgan o'sha I, we yuzaylarga do, he, she, itga does. Xo'p, demak yordamchi fe'limizni birinchi qo'yib olamiz. Savol uchun keyin gapni egasi keladi. Yana aytib o'tay, faqat osongina sizga he, she, it kelmaydi. Bu yerda meni opam deyish mumkin, opamni jiyani deyish mumkin, o'rtog'imni opasi deyish mumkin. Har qanday gapni egasi kelishi mumkin. Nima bo'lsa ham savol berasiz. Birlikmi, ko'plikmi savol berib keyin tanlaysiz. Demak, subjectni qo'yib oldik, keyin fe'limizni oddiy shakli yana. Hech qanday s yo'q. Shunchaki fe'lni o'zi. Endi tarjima qilsam, masalan, do you like coffee degani siz kofeni yoqtirasizmi degan savol yaratildi. Yoki does he go to work by bus? U ishxonasiga ishiga avtobus orqali boradimi degan savol beryapman. Gapning egasi he bo'lganligi uchun men does'ni tanladim. She bo'lsa ham shu does bilardi, it bo'lsa ham shu does bilar edi. Eslab qolasizlar, savol uchun shunchaki biz bilgan o'sha yordamchi fe'llarimiz gapni boshiga chiqish kerak, shu bilan savol tayyor. Endi yana bitta narsani o'taman. Short answers degan tushunchamizni menimcha o'sha ikkinchi marta gapirishimiz. Bu qisqa javoblarimiz. Qisqa javoblar. Ya'ni, masalan, meni so'rashsa, ishxonangizga taksida borasizmi deb meni savol berishsa, ha, men ishxonamga taksida boraman deb uzun qilib javob bermayman-da. Ha, shunday desam, yes, I do degan bo'laman. Mana shu narsa bizda short answer, ya'ni qisqa javob degani.
Bu speakingda, muloqotda doim short answer javob beriladigan qoida. Present simple'da ham shunaqa, boshqa zamonda ham shunaqa bo'ladi, hali ko'rasizlar. Hech qachon gapni ya'ni butunlay qaytarmaysiz. Demak, mana so'rasa, demak qanaqa javob berishim mumkin ekan? Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do deb javob berishimiz mumkin, gapni egasiga qarab, конечно. Agar javobimiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, yo'q, unaqa emas demoqchi bo'lsangizlar, unda no, I don't. No, you don't. No, we don't deb, yoki agar he she bo'ladigan bo'lsa, no, she doesn't. No, it doesn't. No, he doesn't deb ketasizlar. Endi xuddi shu formulamizni misollarda ko'ramiz. Tepaga qarasangizlar, birinchi gapimiz, do you have breakfast in the morning? Ertalablari siz nonushta qilasizmi? Ko'rasizlarmi, qilmoq degan fe'l do anaqa emas, have bilan kelgan bu yerda. Birinchi do esa bu tarjima qilinmaydigan, bizda yordamchi fe'l vazifasida kelgan, savol berayotganimizni bildirish uchun kelgan, tarjima qilmaysiz uni. Va javobi unda yes I do. Yes, I have breakfast in the morning deb uzun gapirish kerak emas. Ikkinchi gapimiz, do they start school at 9 o'clock? Ular maktabini soat 9da boshlaydimi degan savolga javob beramiz. Gapning egasi they edi-yu, biz ham they bilan javob beramiz. No, they don't. Yo'q, unaqa emas degan bo'lasizlar. Uchinchi gapimiz, does she go to work on Saturdays? U shanba kunlari ishxonasiga boradimi degan savol. Gapning egasi she ekan. Shuni hisobiga does bilan savol berilgan. Endi men javobda ham does'ni qo'llayman. Agar ha demoqchi bo'lsam, yes, she does deyman. Agar yo'q demoqchi bo'lsam edi, no, she doesn't degan bo'lardim. To'rtinchisi, does the city have good restaurants? Ya'ni shaharda yaxshi restoranlar bormi degan savolda. Gapning egasi qani bu yerda? O'zi gapning egasi the city, shahar degani. Endi unga savol berasizlar, u kim u? Qiz bola, o'g'il bola, hishiga mos tushmaydi. Faqatgina itga mos tushishi mumkin, to'g'rimi? Johnson narsa bo'lganligi uchun. Shuning uchun men javobim bo'ladi, no, it doesn't. Ko'rasizlar, даже siz city degan so'zni qaytarmayapmiz. The city degan so'zni qaytarsak, repetition, qayta qo'llash ingliz tilida yaxshi emasda. The cityni qaytarmasdan shunchaki uni olmoshini olasiz. Bu Johnson narsa bo'lganligini hisobiga shunchaki it bilan uni ko'chiramiz, xolos. No, it doesn't deb javob berasiz. Xo'p, demak bu bizda question form edi, savol formasi edi present simple. Mana bu yerga qarasangiz, yana bir marta formula qaytarilgan. Do does gapni boshida, keyin gapni egasi, keyin gapni kesimi. Hech qanday s-siz, hech qanday to-siz, shunchaki fe'lni o'zi, yolg'iz o'zi. Xo'p, keyin men aytganga yana qaytarilyapti. He she degan gapni egasi, he she degan fe'lga s qo'shamiz-ku deb qo'yib, mana bu yerda s ni qo'shsangiz xato bo'lgan bo'ladi. Nimani hisobiga? Chunki does bilan siz уже s dan foydalanib bo'ldingiz. Endi s kerak emas, mumkin ham emas. Xo'p, in short answers, yes, no questions we use do, does, not the main verb. Ya'ni buni ham aytib o'tdim. Anaqa qisqa javob berish uchun shunchaki do yoki does qo'llanadi, u ham gapning egasiga qarab. Bo'ldi. Bu mashqimizni hamma screen qilib yuborib qo'yaman. Hamma o'zi bemalol shoshilmasdan keyin aniq qilsangizlar bo'ladi, bajarsangizlar bo'ladi. Endi vocabulary focus. Bu endi present simple dan chiqdik. Bo'ldi, uni yopdik bu mavzuni. Hozirgi oddiy zamonni bilib oldik, formasini gapirdik, gaplarni ko'rdik, qo'lasi bilan tanishib chiqdik. Bo'ldi, yopamiz. Ana endi lug'at bilan ozgina ishlab ketamiz. Bizda go, get and have uchta fe'limiz bilan ko'p qo'llanadigan frazalar o'rganish kerak hozir. Some words often go together. Ya'ni ba'zi so'zlar doim birga sherik-sherik keladi. Learn these groups of words together. Va ulardan birgalikda yaxshi. It helps you remember vocabulary. Ya'ni yaxshi esda qoladi, tarjimasini yaxshi esda qolasiz degan ma'noda maslahat berishyapti. Go degan so'zimizdan ko'pchilik biladi, bormoq degani. Go to work, go to school, go to university.
Sizga hozir berilgan maslahat shunchaki go degan fe'lni yodlayapsizmi? Birgalikda go to workni отдельно yodlang. Ya'ni ishga bormoq. Go to school, maktabga bormoq. Go to university, universitetga bormoq. Shu ko'rinishda yodlashingiz kerak. Nima uchun? Chunki sizni hozir anaqangizda, masalan, levelingizda mana bu to'ni kelib chiqishi, nima uchun qo'llanganligi hali aytilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunchaki ko'rinishi bilan go to work, go to school, go to university ni yodlab qo'yamiz. Chunki hali yana kelgusi levellarda ular yana qaytib keladi va keyin o'zingiz tushunasiz nima uchun to qo'ygan ekan o'sha vaqtlar deb keyin o'zingiz tushunishingiz mumkin. Hozir lekin bir tushuntirilmaydi sizga bu levelda mumkin emas. Endi go out degan so'zimiz bor. Go out degani imенно do'stlar bilan ko'chaga chiqish degani. Go out with my friends degani do'stlarim bilan ko'chaga chiqish, aylanishga chiqish. Shuni biz go out bilan qo'llashimiz kerak ekan. Endi ko'cha degan so'zni street deb turib, go street demaysiz demoqchimanda. Go out desangiz ko'chaga chiqmoq degan ma'no kelib chiqadi. Go to bed juda ham yaxshi so'z. Go to bed degani uxlashga bormoq degani. Uxlashga yotmoq desangiz ham mayli, o'zingizga qulay aytsangiz bo'ladi. Tarjimasi bo'ldi. Bugungi kunimiz tugadi. Borib uxlashga, o'sha kravatingizga borib yotganingiz go to bed degan tarjima beradi. Masalan, aytishim mumkin, I'm so tired, I want to go to bed deyishim mumkin. Juda ham charchaganman, uxlashni xohlayman yoki uxlagim kelyapti desangiz ham bo'ladi tarjimaga. Endi o'zingizga qulaydan aytasiz. Have bu o'zi birlamchi ma'nosi bor bo'lmoq, ya'ni menda bor, yo'q deyish uchun qo'llanar edi. U bilan bizda demak, hali gapirib o'tganimdek have breakfast, have lunch, have dinner degan frazalarimiz bor. Buni shu turda yodlab qo'yishimiz kerak, chunki speakingda shu ko'rinishda qo'llaysiz-da. Men har kuni ertalab nonushta qilaman demoqchi bo'lsangizlar, bitta qilmoq qaysi fe'l edi, breakfast nima edi deb o'ylashdan ko'ra, shunchaki birdan esga keladi have breakfast. Have bilan qo'llash kerakligi esingizga keladi. Demak, have breakfast nonushta qilmoq, have lunch tushlik qilmoq, have dinner kechki ovqatda. Have a shower degan frazamiz dush qabul qilmoq. Ko'rasizlar, bizning tilda qabul qilmoq degan jiddiyroq fe'l qatnashyapti tarjima qilganimizda, lekin ingliz tilida shunchaki have. Have a shower. Например, I have a shower every morning. Har kuni ertalab dush qabul qilaman degan gap bo'ladi. Have a bath, vanna qabul qilmoq. Hammom deymizmi? Vanna qabul qilmoq. Have a coffee. Bu yerda mana coffee bor demaysiz. Coffee ichmoq bu. Masalan, I have a coffee every morning. Har kuni ertalab men coffee ichaman degan so'zingiz yana have bilan kelishi kerak. Shuning uchun men qayta-qayta aytayapman, bu so'zlarni shunchaki boricha ko'rib turganingizda yodlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Get home, get up. Get home degani uyga bormoq degani, uyga yetib olmoq degani. Masalan, men aytaman, uyga borishim bilan telefon qilaman sizga desam, men shu get home bilan qo'llashim mumkin. Uyga borishim degan gapimni men get home bilan qo'llashim mumkin. Get up degani esa ertalab uyg'onmoq degani. Uyqudan uyg'onmoq get up degani. Bu fe'llarni yaxshilab olsangiz, keyinchalik present simpleda gapiringchi desalar, kimdir sizda savol javob qilmoqchidir, может, beginner bo'lar ekansiz. Qani savol javob qilib ko'raylik qani desalar mabodo. Mana shu fe'llarni qo'llab gap tuzib berishingiz mumkin. Hammasi present simplega yaxshi tushadigan fe'llarimiz bular. Har kunlik qiladigan ishlarimiz bilan bog'langanligi uchun. Xo'p. Bu yerda endi videomiz bor. Videomizni ham men aytib yuborib qo'yaman, siz uni tomosha qilishingiz mumkin. Yoki deb aytsam, 6 daqiqa vaqtim bor, chunki keyingi guruhimga darsim bor, o'zim guruhimga 6 daqiqadan keyin ungacha ko'rib olsak bo'lar ekan. Davaycha birga ko'ramiz. Sizlar taniysizlarmi? Hozir o'tgan so'zlarimizni taniysizmi yo'qmi? Hozir tekshirib ko'ramiz, ha? Tell us about a working day. O'zingizni ish kuningiz haqida gapirib bering degan savol. Qanaqa zamon bilan javob qaytarish kerak? Present simple bilan. Chunki bu har kunlik ishimiz, har kun qaytarilgan harakat bo'lganligi uchun bu kabi savollarga biz present simple da bugungi formulamizda javob qaytarishimiz kerak. Hozir eshitamiz, nativelar qanaqa javob qaytargan. I get up at 8 o'clock. I get up at 8 o'clock. Man soat 8 da uyg'onaman dedi. Present simple. I get up.
I have my breakfast. I have my breakfast. And then I work in the library for 4 or 5 hours. Then I work dedi, keyin ishlayman, 5 yoki 6 soat ishlayman-da libraryda, kutubxonada. And after lunch, I have lessons in college. I get up at 6 o'clock and then I have breakfast. And then I go to work. I don't drive to work, I get the bus. I have lunch at about 12:30 and I usually get home at about 5:30. I usually wake up at about 9 a.m. and then go to the library. I have lunch at around 12 and then come home and cook dinner at 5 p.m. I get up at 7:30. I eat breakfast. I then sit in a chair and read. What do you do at the weekend? At the weekends, I relax with my friends, I play football, and sometimes I go to the cinema. At the weekend, I visit my friends, play in an orchestra, or go to the theatre. At the weekend, I go swimming with my friends and watch films. At the weekend, I go into London. Second. Demak, bu videoda siz bugun o'rgangan zamoningizni eshitdingiz. Menimcha, umid qilamanki, tanidingiz formulasini, fe'llarini, so'zlarni tanigandirsiz. Buni ham men sizlarga yuborib qo'yaman kanalga. Yana bemalol o'tirib, qaytadan eshitib ko'rishingiz mumkin, o'zingiz sinagan holda. Homework har doimgidek yozma ishimiz bor. Keyin yana bitta kattaroq videomiz bor. Mana shu rasmda ko'rib turganingiz bu video. Bu уже anaqaroq, nima deydilar, kattaroq, uzunroq videomiz. Uni ham tomosha qilasiz. U ham sizni levelingizga, siz o'tgan mavzularga moslashtirilgan, tushunishingiz kerak. 75-80% tushunishingiz kerak. Tomosha qilganingizdan keyin o'sha video, ya'ni shu inson haqidagi faktlarni o'qib chiqasiz. Ilgari ishlaganlar o'sha buni bilishadi. True, false degan so'zlarimiz bor edi. Ya'ni true degani to'g'ri gap, false esa yo'q, noto'g'ri. Ya'ni u haqdagi ma'lumotlarni o'qiymizda, berilgan olsa ma'lumotimiz bor, o'qib tarjima qilasizda, videoni ko'rgansiz-ku, o'sha bilan solishtirib, yo'q, bu xato aytyapti, bunaqa demadi. Bu noto'g'ri desangiz, false degan F harfini qo'shasiz, yozasiz mana bu oldiga. Agar ha, shunaqa dedi, bu to'g'ri aytyapti, bu gap to'g'ri, bunaqa ma'lumot bor edi desangizlar, uni true degan so'zni qo'llash uchun shunchaki T harfini qo'shib qo'yasiz. 3-A vazifamizda bu yerda fe'llarimiz berilgan yoki otlar ham kelgan, tekstni o'qib, tarjima qilib, ishlab, ustida qaysisi tushib qolganligini topib joylashtirish kerak bo'ladi. Yaxshi vazifalar, mazza qilib ishlasangiz bo'ladi, chunki formulani bilsangiz, o'sha hammasi osondek tuyuladi. Bu yerda ham, demak, 4 ta vazifamiz bor. Hammasi present simple bilan bog'liq. Buni menimcha qila olasiz. Bu yerda endi transport haqida, ya'ni anaqa poyezdlar, avtobus, mashina, taksi, velosiped haqida gaplar berilgan. Buni ham o'ta tarjima qilib, o'z ustida ishlasangiz bo'ladi va present simple bilan bog'liq bo'lgan formula bilan ishlasangiz bo'ladi. Va shu bilan PPT, ya'ni prezentatsiya shu yerda tugaydi. Men sizlarga hozir yana 2 daqiqa vaqtim bor. Yangi kirganlarga men aytib ketmoqchiman, bilmaganlarga lug'atimiz bor. Biz lug'atni bilgan holda keyin mavzu o'tishimiz kerak o'zi aslida, lekin men sizlar bilan interaction qila olmaganligim sababli so'rab olmayman, lekin o'zim o'quvchilarimdan men har bitta darsimni oldidan lug'atini tekshirib olib, so'rab olib, keyin yangi mavzu o'taman. Shundagina lug'ati o'sadi, yaxshi yodlaganligimni ko'rib, ishonib, keyin dars o'taman yangi mavzu. Sizlar bilan lekin unaqa ishlay olmayapman, chunki interaction yo'q sizlar bilan. Hamma o'zi uchun ishlayapti, hamma o'zi uchun o'qimoqchi, hamma o'zi niyat qilgan. Shuning uchun o'zingizni kontrol qilib, saytga kirib, lug'at bilan ishlang iltimos. Lug'atimiz mana qanaqa ko'rinishda, men bergan saytga ustiga bosasiz, mana shu kelib chiqadi, Norasays English. Keyin eng pastiga o'tasizda sizni darajangizni tanlaysiz. Masalan, 4 daraja bo'lsa, sizniki hozir beginnerda, to'g'rimi? Beginnerni bosasiz va sizga mana 10 ta unitni lug'ati bor. Biz plan bo'yicha endi hamma yodladimi yo'qmi, endi men bila olmayman. Addushi o'qimoqchi bo'lganlar, demak 4 ta unitni o'zi bilishadi. Keyingi darsimiz 5-unit bo'lganligi uchun, 5-unitni yaxshi tushunish uchun, o'rdagi gaplarni tarjimasini birdan tushunishingiz uchun
mana shu 5 ta ichidagi lug'atlarga kirib yodlab olsangiz bo'ladi. Hech qanaqa lug'at bilan o'tirib telefon kavlamaysiz, shunchaki ochsangiz so'zlarimizni tarjimasi berilgan, aytilishi bilan, misollar bilan berilgan. Study vocabulary'ni bosasiz va u yerda mana hamma lug'atimiz kelib chiqadi, tarjimasi va aytilishi bilan inglizcha, o'zbekcha hammasi bor. Yodlab bo'lganingizdan keyin o'yin ko'rinishida qaytarishingiz mumkin, zerkalli emas. Taksida, avtobusda bo'lsangiz, uyda bo'lsangiz ham telefonni olib match game'ni masalan bosasiz, yodlagan so'zlaringizni qaytarishingiz mumkin. Matching qilasizlar deylik. Ajoyib degan so'zning tarjimasi nima edi yodlagandim deysizda, tanlaysizda amazing например. Вот anaqada oxirida aytib ham beradi, qanaqa aytilishi so'zni. Ya'ni siz yodlatganingizda birdaniga to'g'ri yodlaysiz, aytilishi bilan birga yodlaysiz. Lug'at bilan ishlashga iltimos qo'ldan kelgancha jiddiy qaranglar, chunki lug'atsiz til o'rganilmaydi. Xo'p, bugunchalik shu. Hammaga rahmat qatnashganlaringiz uchun. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Vazifalarni bajarib menga yuborsangizlar, o'sha chatimizga yuborsangizlar, tekshirib xatlarni aytaman. Boshqa savollar bo'lsa, menga o'zimga yozsangizlar bo'ladi. Har qanday savolga javob beramiz. Hammaga rahmat. Take care. Goodbye guys.